Men adım Davlatyor, digital marketing sferasida faoliyat yuritaman. Yugurish ham qiziqib turaman. Shu marafonda Leader Sport Uz va Homa brendi meni qo'llab-quvvatlagani haqida aytib berajekman. Bir kuni Leader Sport asoschilari bilan birga boshqa ish masalasida gaplashib o'tirganlarimizda yugurish haqida tema ochildi. Shu yugurishda shu vaqtda marafonda qatnashayotirman dedim. Shunda asoschilaridan biri Dilshod aka so'radilar, "O'zi qatnashib turasizmi marafonda?" "Yo'q, birinchi marta qatnashishim." "Necha kilometrcha yugurasiz?" deganlar. Maksimum 5-6 kilometr yurganman shu kungacha. Lekin marafonda 10 kilometrlik masofaga registratsiya qilib qo'yganman dedi. Shunda oyoq razmerim, vesim va bo'yim haqida so'rab qo'ydilar. 3-4 kundan keyin telefondalardan ofisga olib keting dedilar. Borsam, krossovka oldiribdilar. Homa'ni toza chiqqan modeli bor ekan, Argentinadan spesialniy men uchun. O'zim juda xursandman. O'zi marafonda qatnashish uchun krossovka qidirib yurgandim. Krossovka olish niyatim bor edi. Undan o'zi Xudoni o'zi yaxshi insonlar sabab yetkazdi niyatimni. Keyin oldim. Marafon kuni ham keldi. Marafon boshlandi. Startni eng oxirida yurib boshladim. Yomg'ir ham yog'ib turadi. Shu yomg'irda Homa'ni bergan futbolkalarining shunday zo'r funksiyasi bor ekan. Yomg'ir odam o'zidan durmaydi. Ho'l bo'lib turmaydi. Tezroq o'zini o'zi quritish funksiyasi bor ekan. Eski krossovkani 2 kilometrdan keyin xorit tashladi. Yugurish uchun eng kerakli narsa to'g'ri krossovka tanlash ekanligini tushundim. Marafon zo'r bo'lib turibdi, motivatsiya kuchli. Startni eng oxirida boshlaganman. Finishga kelishda buning pastlikdan finishga kelishda pastlikdan depalikka qarab chiqiladigan joy bor edi. Depaga chiqib orqama shunday qarasam, 500-600 odam bor-da. Shatib tezroq o'tib ketganim bilinmadi. Shunday marafon zo'r o'tdi. 10 kilometrlik masofani o'zim o'ylamagan tarzda yengillik bilan bosib o'tdim. Homa'ni bu krossovkasi men yuragimdan joy oldi desam to'g'ri bo'ladi. Xudo xohlasa keyingi marafonlarda birinchi o'rinni harakat etaman. Albatta Leader Sport Homa bilan birga. Leader Sport mahsulotlariga 100% ishondim. Sizlar ham bemalol tavsiya etaman. Hech ikkilamay olib bemalol sinab ko'ringlar. Xudo xohlasa ishonchli narsalar. Shu vaziyatdan foydalanib Leader Sport asoschilaridan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Leader Sport va Homa meni bir umrlik tanlovim bo'lib qoladi.